telefon, manaqa internet boshqalar yo'qligi uchun shu gazetalarda chiqqan narsalarni, kitoblarda, jurnalda o'qib, odamlar halidan bahramand bo'ladi. Mana Habibulloh degan, Tursumat degan yozuvchimiz o'tgan biz Andijonda, Oltinko'llikda. Shuni hayolimda Diloramin degan hikoyasi chiqqan. SMS-ni Hamid G'ulom shunga so'z boshi yozib e'lon qilgan. Bu hikoya rus tiliga tarjima qilib, markaziy jurnallarda ham chop etildi. Demoqchimanki, shu bitta hikoyani o'zi ham butun yoshlarda qo'zg'ardi. Yoki Pirimqul akaning 3 yildiz asari, o'qimagan odam qolmagan. O'qigan odam qolmagan dash davrlarda. Endi hozir kitobni topib o'qishga biz ham qiynalamiz. Mana sizni 70 kitobingizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib, targ'ib qilayotganingizni ko'rib, bir qashaq olib o'rib baralab o'qiymiz ekan deb menda hayajon turdi. Demoqchimanki, Karimberdi sog'-salomat bo'ling. Rahmat sizga. Tashakkur. Mana endi bizga biz xabar topib qolganmiz, agar qolgan do'stlarimiz ham yozuvchilar ham jalb qilardik. Men afsuski, men ham kechqurunman deb qarasam, soat 11 da mana shu o'zbek turk kafesida uchrashdi. Surishtirib bu yoqqa telefon qilsam, men Mirabachiga boraman dedim. Nima bo'lsa lekin bizga keldik. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat. Endi bitta g'azal o'qib bering. Endi g'azal o'qimaydi. Men ham shoir bo'lsam, elga munosib, meni shoirim deb atasa xalq. Ustoz Erkin Vohid yozganlaridek o'smirlik chog'idan men ham shuni o'yladim. Mana 80ga ham kirdim endi. Lekin hali ham esimiz kirgan yo'q. Shuncha yozuvchi, shoirlikni da'vo qilib yuribmiz, ijodkorlik. Lekin esimiz kirmagan yo'q. Mayli endi, esimiz kirmagan bo'lsa ham shu so'zimizni kimlar Menga hali ancha bor ekan-ku. Hali ko'p ish bor oldinda. Demoqchimanki, nima deymiz endi Baxtiyorjon? Xo'p deymizmi? Hayr, sog'-salomat bo'ling. Endi meni qo'shiqlarimni, g'azallarimni eshitganlar ko'p, endi g'azallar ham mana Xudoga shukr yozilyapti, hozir ham qarz qo'shagan. Lekin baribir so'zga, kalomga ehtirom katta xalqimizda. Chunki kalom degani bu Alloh degani. Allohning yotisi. Shuning uchun bu kalom muqaddas narsa. Shu mana shu so'zga e'tibor beruvchi xalqimizga, so'zni qadrlovchi xalqimizga, tariximizni ulug'lovchi xalqimizga hamisha ta'zim qilamiz. Sizga ham ta'zimlar. G'azal yozadigan shoirlarga e'tiborim boshqacha bo'lardi-da. Chunki yaxshi bilasiz ustoz, g'azal endi o'ldi, degan gaplar ham bo'lgan. Bo'lgan gaplar bo'lardi 70-yillarda. Yozib bo'lmaydi. Ha, endi o'ldi, uni davri o'tdi deganda, bir vaqtlar o'zi o'zbek tilida endi yozib bo'lmaydi degan payti buni Alisher Navoiy tiriltirgan. Yo'q, o'zbekchada yozsa bo'ladi, juda zo'r yozsa bo'ladi deb isbotlab qo'yganlar. Keyin o'zbek tilida endi bu aruz vazni yo'q bo'ldi, bu endi hozirgi zamonaviy mana bu usullar g'olib bo'ldi degan gaplar bo'lganda, Erkin Vohidov aruzni qaytadan jon ato qilib, yangilab qo'ygan edi. Shundan men ham havasim, muhabbatim kuchli bo'lgani uchun faqat g'azal yozadigan shoirlarni axtarib o'qiganman-da va o'sha paytni yaxshi ko'rganman. O'zlari bilmaydilar u paytni. Ikkita zo'r g'azal yozadigan odam bor. Bittasi Farid Usmon, bittasi Farida Usmon. Yo dedim, bular hali Hasan, hali Fatima bo'ladi-yu, Hasan Zuhra. Ikkalasi shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak edi. Bir kun so'rasam bir-birini tanimas ekan. Bittasi Farid Usmon, bittasi Farida Usmon. U kishi sizdan ham katta ekan. Yosh katta edi. Ha, yosh katta ekan opam, lekin u kishi ham zo'r yozardilar. Bu kishini ham g'azallarini yodlaganman vaqtida. Farida Usmonova, u yozuvchilar uyushmasi targ'ibot bo'limida ishlagan. Ha, shunaqa ekan. Keyin ancha ko'payib ketdi. Erkin Vohidovdan keyin g'azal yozadigan shoirlar ko'payib ketdi. Abdul aka yozdi. Ha, Jamol Kamol. mana bu kishini Mahmudjon akaning aytgan gaplari, mana bu yerda yig'ildik degan gaplariga men o'zi bugungi mana bu suhbatimizdan xursand bo'lib o'tiribman. Baxtiyorjon tushungandirsiz sababini. Kecha men bitta post qo'ydim Namanganda bo'lgan uchrashuv haqida. Juda zo'r bo'ldi dedim. Uchrashuv xuddi Tohir Malik bilan bo'lgan uchrashuvlardek bo'ldi. Ozgina farq qildi. Sababi Tohir Malik bilan bo'lgan uchrashuvlarda 500-600 kishi kelardi. Kecha 5 kishi, 6 kishi keldi. Farq nollarda bo'ldi faqat. Nol degani hech narsa emas. Nol yo'q-da. Uni ham 6 kishi keluvdi, uni ham 3tasi andijonlik ekan.
Demak, bir Namanganda nechta muxlisim borligini bilib olay dedim, bilib oldim. 3 kishi ekan, Xudoga shukr. Endi shu uchalasi bilan telefonlashib turamiz, uchalasi uchun yozamiz. Andijonda bugun kecha yozdim, nasib bo'lsa rekord qo'ymoqchi ular. 10 ta odam boramiz degan bir 9 talar kelsa kerak. Yo bir 30 talar bo'ldi xayolim. Anchada ko'p bo'lmadi. So'z ko'p eshitmay qoldim. O'zimga yosh keltirgan voqea bo'ldi kecha. O'sha 3 ta namanganlik kelgan bo'lsa ham bittasi meni yig'latdi. 600 kishi kelgan bilan birov meni tanimasa, men birovni tanimasam, nima qizig'i bor unda? Majburiy uchrashuvda hech kimga keragi yo'q. Namoz vaqti bo'lib qoldi. Endi namozni peshinroq, keyinroq o'qiymiz. Asrgacha peshin-ku endi. Bu gaplarni baloga qolaman. Namoz vaqtida farzni urmasalar yaxshi bu yerda o'tirgan olimlar. Bo'lmasa boshqa savollaring bo'lmasa bir kechamizga yakun yasaymiz. Kitob olmoqchi bo'lganlar bemalol olishlari mumkin. Dastxat qo'ydirmoqchi bo'lganlar dastxat qo'yib beramiz. Dastxat qo'yish ham 10-20 minut vaqt oladi. Shoshib turganlar bo'lsa, duo qilasizlar, borib ishlarga ketaveradi. Bitta gapni aytib qo'yay, maylimi? Hop, hozir esimga kelib ketdi. Erkin aka rahmat, Erkin og'ay deb aytadilar. Sizni yuzlab, minglab muxlisingiz bo'lishi shart emas dedi. Sizda 10 ta, 5 ta muxlisingiz bormi? Siz shoirsiz dedi. Shunday. Uni singari mana sizda shuncha, bizni Andijonda shuncha muxlisingiz bor ekan, u muxlislarni bu yerdagi eng saralar bular nazarlarda. Eng saralar. Yo, eng muhimi hammasi meni taniydi. Eshitganlar, ha. Eshitganlari, o'qiganlar bular hammasi. Sizni haqiqiy muxlislaringiz. Demoqchimanki, mana shu muxlislaringizni boriga shukrona qilamiz. Albatta. Hamma bilish shart emas, yozuvchini, ijodkor. U o'qiyaptimi, ijtimoiy tarmoqda o'qiveradi, biladi. Mana o'qiganlar yig'ilibmiz viloyatdan. Hammanglarga rahmat, sizlarga ham sog' salomat bo'ling. O'zingizga ham katta rahmat. Ijodingizga Baraganlar haqida duo qilib qo'yasiz. Hali dastxat qo'yish, rasmga tushish hammasiga keyin ulguramiz. Mushli domlaning to'rtligi borda. Shuni aytib qo'ysak. Shu aytganligi ahli ma'nilarga har kim ish qilur. Ha. Ya'ni ma'no ahli, ilm ahliga, haq ahliga hamma ish qilsa deydi. Ish qilish birla kishidan ish qolur deydi. Ya'ni o'sha ahli ma'nolarga yaqinlashib yurishlik bilan o'sha bandadan bir ish qoladi. Endi qarang. Ish qolur deb ish qilmasang, dunyoda ish qolib ketadi, tirikchilik deb ish qilmasang, undan zarurroq ish qolur degan. Endi undan zarur ish nima? Oxirat ishi ekan. Bunga misol mana Qur'onni o'qiyapmiz deganlarga Sura-i Kahfda bor egalari yigitlar ahli ma'ni edi. Bu yigitlarga ergashdi, bir it ergashdi. Kalbun deydi arablar itni. It o'sha ahli ma'niga ish qildi. Alloh taolo Qur'onda 3 ta joyda shu itni zikr qilib qo'ydi. Nimaga? Uni ishi ahli ma'niga ish qildi. O'sha itni Alloh taolo sadisuhum kalbuhum robi'uhum kalbuhum 4-lari iti dedi. Endi qiyomatgacha it endi qiyomatgacha mana har juma o'qiladigan mana masjidlarda kalbni Alloh taolo Qur'onda zikr qilib qo'ydi. Demak, Alloh subhanahu va taolo nima qildi? O'zi aslida mana aytildiki, Alloh insonni yaratganda Ar-Rahman surasida xalaqal insonni allamahul bayan degan. Alloh insonni yaratdi, o'sha insonga bayonni Alloh ta'lim berdi. Bu narsalar hammasi ta'lim bilan bo'ladi. Kitob bu o'zi ko'p nimalarda kitob bu nur. Endi kitobni yomon ko'rganlarga bir to'rtlik bor. Kitobni yomon ko'radigan, shunaqa Qur'onni yoqtirmaydiganlarga, haligi bir odamlardan shikoyat qilib yuradi hamma. Shularga bir shoirning to'rtligi borki, aytadi. Asl g'avvos bo'lsang, durni ko'rgaysan. Zo'r g'avvos o'sha eng okeanning tubidagi durni olib chiqadi, durni ko'rasan. Asl g'avvos bo'lsang, durni ko'rgaysan. Sof bo'lsang ketarchoq hurni ko'rgaysan. Hamma yo'q zulmat deb shikoyat qilma. O'zingda nur bo'lsa nurni ko'rgaysan. Inson o'zida nur bo'ladi, keyin nurni ko'rar ekanda. O'sha uchun bizni bu yerga muhabbat qilib olib kelgan narsa o'sha kitobning nuri bo'ladi. Kitobni yaxshi ko'rishligimiz kerak. Chunki bu narsada Payg'ambar alayhisolamning hadislari ham bor. Kun aliman aw mutaalliman aw mustami'an aw muhibban degan. Olim bo'l deyapti. Chunki bizning otamiz Odam alayhisalom eng olimlarning boshi. Va allamal adamal asma'a kullaha degan. Alloh taolo odamni ilmli qildi. Farishtalarga 72 xil tilda gapirgan. Keyin barcha mana bizga Hiro g'orida ham vahiy ham Iqro o'qi deb boshlandi.
Yahyo ibn Muoz aytar ekan shogirdlarga, o'qi degan zot qiyomatda o'qi deymi deb ham so'raydi degan. Nimani o'qi deymi? O'qish kerak ekanda. Shuning uchun ilm bu narsa katta narsa, shu kitoblardan olamiz. Olim bo'lishlik yaxshi, mana keyin mutaalliman yoki o'sha olimdan ta'lim oluvchi bo'l. Endi uni ham qo'lingdan kelmasa eshituvchi bo'l. Eshituvchi ham bo'lmasa, endi ularni yaxshi ko'ruvchi bo'lgan. Beshinchisi bo'lib qolmagan halok bo'lasan degan. Biz ham sizni o'sha uchun eshituvchi yaxshi qilsin. Ma'no ahillardan bo'laylik. Ma'nisiz bo'lib qolishidan Alloh saqlasin. Har bir so'zimizda bir ma'no bo'lsin, bir gapirayotgan gapimiz. Chunki kitob ko'p o'qisa odamning nutqi rivojlanadi. Ko'p narsalarni oladi. Kitob bu yaxshi narsa. Ba'zilar aytadi, men kitob tushunmayapman desa, men aytaman, ayb sen nima dedi? Senda kitobda emas deyman-da. Inson o'zida zerikib qolyapman, sen zerikadigan ekansan. Alloh taolo davomli qilsin, siz ijodingizga Alloh baraka bersin. Rahmat. Oxiratingizga zaxira qilsin. Hamma kelganlardan ham Alloh salomat qilsin. Chiroyli duo qilamiz bo'lsa. O'zlar duo qilsinlar. Ali amin. Bismillah, salatu vassalamu ala rasulilloh. Bu o'tirishimizga barakotli qilgan, bu joyga kelgan barchalarni qalblarida o'ylagan shar'iy maqsadlarni ziyoratasiga yaxshilik qilgan. Bu Karimjon hoji kamina uzoq joylardan bizni yo'qlab ziyoratga keldi. Alloh taolo bu kishini shu ziyoratlarni qabul qilsin. Nima maqsadda kelgan bo'lsa, maqsadlarni Alloh olisiga yetkazsin. O'tganlarni Alloh rahmat qilsin, qabrlarini munavvar aylasin. Sizni tarbiya qilgan, sizga ilm bergan, mana shunday darajaga yetishingizga sabab bo'lgan ustozlaringiz bor, boshqa onalaringiz hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Farzand zurriyotlaringizni Alloh sog'liklardan bersin, dunyo va oxiratda rohatini ko'rib, Alloh ijodingizga barakot bersin. Oxiratda rizqingizni Alloh zaxira qilsin. Hammalarimiz Alloh ruhi rosa qilsin. Allohumma solli va sallim. Katta rahmat. Hammalaringizga rahmat kelganlaring uchun. Endi men ham kitoblarimni olib kelganman sizga ilmni. Mana bu she'rlar to'plami Muhammad Shayboniy xonning qismati haqida, topganlarida erkin vohid haqida. Mana bu